Assalomu alaykum Diyorbek o'z kanalining obunachilari, YouTube chorva ishqibozlar. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi videorolikda zot ko'chat rossiyskiy ishqibozlar. Ekran tayyorchilar bo'lnash bo'larsizlar aka-ukalar. Bugungi video sizlar uchun maxsus bo'ladi inshaalloh. Rossiyskiy o'ta gullardan kelgan, son 3 bosh. Bugun charchoqlar chiqarib oladigan bir mazza video bo'ladi. Tomosha qilib akalar. Video yoqsa bitta like tugmachani bosib qo'yinglar. Videoda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan so'raymiz. Bugun hafta kuniga chorshanba 2025-yil 7-noyabr. Videomiz bo'lyapti Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Cho'mmoq Qo'ng'irotda. Rossiyskiy o'ta gullaridan kelgan sizlarga bugungi yoritib qo'ldan kelgancha obzorni qilib beramiz. Sizlarga obunachilar bo'ylarni sizlarga birma-bir o'lchab beramiz. Ko'ringlar. Birinchimiz bo'y mana. 112 olaveradi, ha? 110 kilo. 110 ga olarsizmi? Birinchisi, ikkinchisi mana. İkinchimiz bo'yi 115. 15 ga olaverasizlar. Oldinlar o'lchab beryapmiz akalar, orqalari sal balandroq olaveradi. Uchinchisi mana. 120 minus. 120 plus ko'rinadi, oldi orqasi balandroq aytcha. 120 minus. Molda o'ta sifat bo'yicha ham yorvorganlardan keyin ko'rib maza qilaverasizlar. Bu Rossiya Federatsiyasidan kelgan, ha? Sirg'asini ko'ringlar akalar mana. Rossiya Federatsiyasidan kelingan mollar bular. Albatta beldor sutni yorvoradigan mol bular. Ostidan ko'ringan oq yalin so'skalari o'ta toza, tiniq, uzunlari da mana. Bunimiz ham oq yalin so'skalari zo'rlarda. Bu mollarda obunachilar tushunganlar tushunadi, o'ta sifat bo'yicha ham yorvoradigan, sut bo'yicha yorvoradigan mollar bular. Narxlarni bu safar o'ta yengil aytamiz, ha? Narxini qirs aytamiz. Obunachilar yetishyapti, videoni boshida narxlarni aytib qo'y deganlar uchun albatta boshida aytib qo'yamiz. Bunimiz narxi nechi pul? Narxlari uchovi bir joyga. Jupiga aytamizmi? Jupiga aytamiz. Albatta yengil qilib beramiz. Qo'yib suv. So'skalarni oq yalin so'skalari oqlaridan obunachilar ko'rib baho beraveradi. Pul nechi bilan joyga jupiga olaman degan obunachilar uchun. Jupiga uchini bir joyga olib tashlab qo'yib, bitta katta sigirni puliga baqaman degan obunachilar uchun 18 million so'mdan vodiy bo'ylab dastlabkilarni 18 million so'mdan. O'ta narxlar yengil aytildi akalar. Shoshilaverasizlar. Molda o'ta tiniqlaridan, ranglari o'ta zo'rlardan. So'skalarni ko'rib baho beringlarchi. Oq yalin so'skalari uzunlardan. Bular yashirlarga emlamalar qilingan. Ha, emlamalar bo'lgan. Kalla tomonlarni ham ko'rsatib beramiz albatta. Oldi tomondan ko'rishlar mana. Bu Привозной Rossiya Federatsiyasidan kelgan. Bular o'zimizda tug'ilgan, ha bular. Onalar ag'dan kelgan bo'lishi mumkin. Rossiyskiy o'ta gullarda. Mana bu molimiz nima deyapti? Ko'rib baho beringlarchi. Katta fermadan chiqilgan mollar bular. Kalalari chiroyli. Sigir bo'lsa uyaltirib qo'ymaydigan mollardan. Tani joni ham yo'qlari garantiyalar bor. Yedishtilariga bu molimiz sutdan chiqqan, ha? Sutdan chiqqan, ha, o'tyapti zo'r. O'tga o'tgan variantida. O'zim sigir qilib olaman degan obunachilar uchun o'zim tavsiya beraman. Rangi o'ta tinig'idan ekan. Shoxi bormi buni? Shoxi bor, kichkina. Shoxli bo'laganda. Ranglarni baho beringlar. Bir yetalab ham ko'rsatib beramiz obunachilarga. Yugurib qo'ysa ham bo'ladi. Turishlarni qaranglar, kallalarga baho beraverasizlar. Korobkalar nima deyapti? Bunaqa mollar bozorlarga ham chiqmayapti-yu. Inshaalloh katta sigir bo'ladigan mol. Yelni qaranglar, osilgan. O'ta zo'ridan ekan. Ikkinchi ham bir yetalak. Kelajakda katta sigir bo'ladigan mol bo'ladi. Korobkalari o'zi hech turibdi qana mol bo'lishini, ostilari, yelilari
ko'rib baho beringlar chiqani. Qo'mpaloqchadan ekan bu. Qandacha. Qanda. Mana nikoh. Kelalarni ko'ringlarchi. O'ziga yarashgan bo'ladi. Hamyoqlari zo'r. Albatta mollar yetishtilari zo'r. Uchinchi mana. Buni ham bir yetalaymiz. Provoznoy Rossiya Federatsiyasidan kelgan deyapti buni. Albatta da katta molni bolasi bo'lgan bu ham. Katta fermadan chiqilgan mol bu. Turishlarga baho beringlarchi. Ranglari o'ta tiniqlardan so'skalarini ham ko'rsatib berak. So'skalari o'zi gapirib o'rmagan xolos mana. Korobkalarga baho beraverasizlar. O'ta zo'ridan molda o'ta gullari. Bularda endi yosh oyliklari necha yosh mashinasi? 8 oy. 8 oylik olaveradi. Korobkalarni ko'ringlar obunachilar. Bitta like bosib qo'yaverasizlar. Havas kelganlar mashalloh deb kommentariy yozib ketaveringlar. Hammaning xonadonlaringda shunaqalarda. Atrofida. Taxminan 6 oylik. 4 oy, 4,5 oy shunaqa atrofida. 5 oyga bormagan bu. Balki yaqinlab qolgan. Lekin yosh mol. Sutdan chiqqan. Albatta o'tga o'tgan variantidan so'raganlar bor mana. O'zim tavsiya beraman, uchala molga ham ko'rib baho beraverasizlar. Ostilari zo'rlarda sigir qilib olaman degan obunachilar uchun ham albatta olaverasizlar. Narxlari o'ta yengillaytildi. Nech pulda aytildi narxlari? 18 million so'mdan. Vodiy bo'ylab yetkazib olib beramiz. 18 million so'mdan chegirma skidka bo'lyapti akalar. Tanlab olishgach ne o'zgaradi? Shunday o'zgaradi. Past balanti bor. Buni sal kattaroq, a? Buni sal kattaroq. Mol o'ta gullardan o'zim tavsiya beraman hamma mollarni. Kelib ko'rib olaverasizlar. Nomerlarimiz 88lik 204 4700 raqamiga aloqaga chiqaveringlar. Bunaqa mollar o'ta ko'p bo'ladi bizda. Xohlagan turdagi mollarni olib beraveramiz. Hammalarga rahmat, chorvalarga omad. Bizni kuzatib tomosha qilib turaversa, kanalga yangi obuna bo'lib qo'yinglar, like'lar bosib turamiz jigarlar.